robot odam stek pishirdi. Kim g'olib bo'ldi? Mashhur oshpaz va bloger Nik Vani Kaliforniyadagi Sunny Valley shahrida g'ayrioddiy musobaqada qatnashdi. U 1X kompaniyasining yangi robot gumanoidi Neo Beta bilan stek tayyorlashda bellashdi. Maxsus moslashtirilgan oshxonada robot operatorlar yordamida NetoQS orqali boshqarildi. U stekni o'rtacha darajada pishirish, vaqt va haroratni nazorat qilish, hatto ziravor solishgacha mohirona bajardi. To'g'ri, robot zaytun moyini ag'darib yubordi, lekin baribir stekni a'lo darajada tayyorlab, Nikni hayratda qoldirdi. U hattoki Neo Beta Gordon Ramseyga qarshi chiqsa ham bo'ladi, dedi. Ammo hozircha Neo Beta hali plitani yoqa olmaydi va gaplashishi GPT orqali jamoa nazoratida. Endi savol, kelajakda shunday robotlar oshxonaga ayollar o'rniga qo'yilsa, bardosh bera olarmikan? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.